Assalomu alaykum oliyjanoblar kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz do'stlar? Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga 2026-yil iyul oyiga umra narxlari nechta pul bo'lyapti va shart-sharoitlari qanday bo'lyapti? Shular haqida batafsil va to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga mana shu videoni maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Ahrorbek, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Salomat, tinchmisiz? Ahrorbek, hozirgi kunda ko'pchilik obunachilarimizni beradigan savollardan biri bu qachon va qayerdan reyslarimiz bor? Shular haqida bir batafsil ma'lumotlar berib o'tib ketsangiz. Xo'p, Asilbek aka, assalomu alaykum obunachilar, charchamayapsizlarmi? Hozirgi kunda reyslarimiz har haftaga bor, xudo xolasa reyslarimiz. Haftani har seshanbasiga Toshkent Jidda reyslarimiz bor, har chorshanbasiga Farg'ona Jidda reyslarimiz bor aka. Xudo xolasa. Ya'ni hozirgi kunda to'g'ridan-to'g'ri reyslar Jidda shahriga yo'naltirilyapti, xudo xolasa. Ya'ni haftaning har seshanba Toshkent Jidda va chorshanba sanalariga Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha parvozlarimiz amalga oshirilyapti. Xo'p, Ahrorbek, yana bir narsa, hozirgi kunda safar haqida ham bir qisqacha ma'lumot berib o'tib ketsangiz, ya'ni necha kunlik va qayerlarda bo'ladi, sayohat va ziyoratlar qanday bo'ladi, bir aytib o'tib ketsangiz. Xo'p, Asilbek aka, sayohatimiz xudo xolasa 14 kunlik sayohat bo'ladi. 3 kun Madina-i Munavvarada bo'ladi. 11 kun Makka-i Mukarramada bo'ladi, xudo xolasa aka. Sayohatlarimizga kelsak, 10 dan ziyod sayohatlarimiz bor, xudo xolasa. Qo'shimchasiga aka Qizil dengiz sayohati ham bor aka, xudo xolasa. Xudo xolasa. Gaznissalarimiz aka 4 yulduzli gaznissalar aka. Ovqatlari o'zbek milliy taomlar aka. Oshpazlari o'zbek. Boshlarimiz o'zlari kutib olishadi aka, xudo xolasa. O'zlari kutib, o'zlari o'rgatib, bilmaydiganlar bor, biladiganlar bor, hammasiga qarashadi. Boshlar yaxshi boshlar aka. Xudo xolasa 14 kun mobaynida tajribali boshlar hamrohligida birga ziyoratlar va ibodatlar qilishar ekanda, xudo xolasa. Xo'p, Gastnitsa oraliq masofalari qanday ahvolda? Xo'p, Gastnitsa oraliq masofalari aka, Madinada 300 metr aka, Makkada 700 metr aka. Bemalol piyoda borib kelsa bo'ladi aka. Makkadagi avtobus qo'yilmagan aka, avtobus yo'q, chunki 700 metr xolos oraliq masofasi. Eng uzunini aytyapman aka. Bemalol piyoda borib kelish imkoniyati bor ekan, demak, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda umra ziyoratiga safar uchun otlanayotgan bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarini bron qilishlaring mumkin. Xo'p, Ahrorbek, endi hozirgi kunda kulminatsion jarayonlardan biri bu narxi. Ya'ni 14 kunlik umra safarini Farg'ona Jidda va Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha narxlarimizni nechta pul qilib berasiz? Xo'p, Asilbek aka, hozirgi kunda narxlar $1050 narxlarimiz aka. Qo'ng'iroq qilsa aka, qo'ng'iroq qilsa necha kishiligiga qarab turib, yana ham arzonroq qilib beramiz aka. Agar oldin borishgan bo'lsa, narxlarimiz $950 chiqadi. Ya'ni vizalari bo'lsa $950 chiqadi aka. Hurmatli obunachilar, agarda vizangiz bo'lsa $950 dan, agarda vizangiz bo'lmasa $1050 dan to'g'ridan-to'g'ri parvozlarni Centrum Holidays bilan birgalikda amalga oshiring azizlar. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqib, joylarini bron qilishlaring mumkin. Xo'p, to'lovlarimiz qanday bo'ladi Ahrorbek? To'lovlarimiz aka, agar uzoqroqda bo'lsa, o'zlariga yaqin bank ofislaridan shot raqam beramiz, tashlashsa bo'laveradi. Agar kelishmoqchi bo'lsa, o'zimizning kassalarimiz bor, Centrum Holidays kassalari bor, o'sha yerga kirib bemalol to'lov qilsa bo'ladi aka. Demak, Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsa aka, biz gaplashib shot raqamlarini beramiz yoki bo'lmasa o'sha manzil aka, kelib bemalol kassalarga to'lov qilsa bo'ladi aka. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, hoziroq ekrandagi raqamlar ochiq. Agarda siz bizni musofirdan kuzatib turgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bemalol bog'lanib, aloqaga chiqib joylarini bron qilishlaring mumkin. Xudo xolasa Ahrorbek, obunachilarimiz chiqsa bir bonus chegirmalar qilib berasiz albatta. Qo'ng'iroq qilsa aka, bonus chegirmalar bor, xudo xolasa, inshaalloh qilib beramiz aka. Sana odam, misol 5 kishi, 10 kishi ketadiganlar bor, oilaga ketadiganlar. Xuddi shularga bonuslar qilib beramiz aka. Agar uzoqdan kuzatishayotgan bo'lsa, misol Rossiyada ishlab kuzatishayotgan bo'lsa aka,
dadalariga yoki ayalariga surpriz qilmoqchi bo'lishsa aka, aloqaga chiqishsa, Telegram, WhatsAppdan aloqaga chiqishsa aka, sertifikat qilib turib, olib nomlaridan borib tabriklab qilib beramiz. Faqat vodiy ichi aka. Tushunarli. Xudo xolasa. Demak, hurmatli obunachilar, bemalol bog'lanaverasizlar. Like bosing, obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Rahmat hammaga.